Bismillahirrohmanirrohim. Zino insonlarning nasli nasabini buzib yuboradi. Kimi avlodi ekanligini unuttirib yuboradi. Insonlarning yuzidan nurini ketkizib yuboradi. Zinoning kasofati va azobi nafaqat u dunyoda, balki bu dunyoda ham talaygina azizlar. Bu haqda hadislarda vorid bo'lgan. Payg'ambarimiz alayhisalom aytganlar, zino qiluvchiga 6 ta yomon xislat hosil bo'lar ekan. 6 ta kasofati bo'lar ekan zino qiluvchiga. Bu 3 tasi bu dunyoda, 3 tasi u dunyoda. Zinokorga bu dunyodagi uqubati birinchisi uni yuzidan nur ketib qolar ekan. Bir qarang-ya, zinoni bemalol qilib yurgan odamlarni yuzidan nur ketib qoladi. Ikkinchisi uni rizqi kamayadi. Uchinchisi umrining barakasi bo'lmaydi. Hayotida baraka bo'lmaydi. Chunki u harom ichida yashayapti. Endi u dunyoda esa 3 ta yana uqubat bor. Eng birinchisi u dunyodagisi Allohning g'azabiga uchraydi. Ikkinchisi uning hisob kitobi qattiq bo'ladi. Uchinchisi unga qattiq azob tayinlanib qo'ygan. Qattiq azobga giriftor bo'ladi. Ana azizlar, zinokorga bo'ladigan narsa. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning yana bir hadislari bor. Az-zina yurithul faqr. Zino kambag'allikni meros qoldiradi degan. Qarang azizlar, yana bir hadislari bor. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilar, bir hadislarda 2 ta narsa bor, hech qachon ikkalasi birga turmaydi. Bu zino bilan boylik dedilar. Mana shu gapni gapirsak juda ko'pchilik kinoya qiladi. Ayni mana shuni buzuqchilikni yaxshi ko'radiganlar, ha palonchi millioner doim zino qilib yuradi, boy bo'lib yuribdi-ku. Aziz birodar, siz boylik deganda pulni tushunyapsizmi? Bu ham bir boylikni ko'rinishi, lekin shoshilmang, hali undan ham ayriladi. Lekin ma'naviy qashshoq bo'lib ketadi u odam. Va narigi yuqori hadisga muvofiq Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam az-zino yurithul faqr, zino faqirlikni, qashshoqlikni meros qoldiradi dedi. Atrofingizga bir qarang-a. Man deb kazo bo'lib yurgan, lekin uyalmasdan zinoda hayot tarziga aylantirib olganlarda qanchasini keyinchalik avlodi kambag'al bo'lib ketdi. Qashshoq bo'lib ketganini ko'rdik. Unga o'sha otasi, onasini zinosi. Shuning uchun azizlar, bu zino kasofat. Bundan qochish kerak. Alloh azza va jalla Qur'oni Karimda aytadiki: "Astaizu billah va la taqrabu zina innahu kana fahishatan va sa'a sabila." Ya'ni Alloh azza va jalla Qur'oni Karimda bizlarga marhamat qilib aytayaptiki, zinoga yaqinlashmanglar, albatta u fahish ish va yomon yo'ldir. Oyatga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Alloh zino qilmanglar demayapti bu yerda. Va la taqrabu zina deyapti. Zinoga yaqinlashmang. Zino qilish u yoqda tursin. Zinoga olib boradigan narsaga yaqinlashmang deyapti Alloh taolo. Zinoga olib boradigan narsaga yaqinlashmang. Nimaiki zinoga sababchi bo'lib qoladigan bo'lsa, shundan o'zimiz olib qochishimiz kerak. Bu zinoga olib boradigan narsalarning juda ham hozir fitnasi ko'payib ketdi. Bu bittasi internet. Bittasi mana bu fazoyi antenalar, sputnik va antenalar deymiz. U orqali qancha narsalar bo'lyapti. Nomahramlarga qarash, bu ham bor. Mana shunday bir xiyonat ko'chasiga kirish, telefon, telegramma, hammasi sabab bo'lishi mumkin. Bu zinoga olib boradigan vosita. Sababchi bo'ladi, zinoga yaqinlashtiradi. Bu shunday bo'lyaptiki azizlar, keyingi paytda oilali odamlarni zino qilib xiyonat qilayotganiga guvoh bo'lib qolyapmiz. Kechirasizlar, biz nechta oilalarni bir-biri bilan yarashtiramiz. Xiyonatchi ayollarni ham ko'ryapmiz. Telegram orqali kim bilandir birinchi gaplashgan, u adashib xat yozib qo'ygan, nomahram bilan telegramma yozishgani qaysi iymoningiz yo'l qo'ydi? Bahonasini qarang. Biz aytayapmiz, "Ey singiljon, ey qizim, nahotki turmush o'rtog'ingiz bo'la turib nomahram bilan telegrammada gaplashib, tanishib zino qilasiz. Qanday degan gap bu desiz? Ha, meni 2 yildan beri erim safarda yuribdi-da." Astagfirulloh. Kim sizga bu fatvoni berdi? Kim? Momalarimiz, onalarimiz qanday bo'lgan? Eri urushga ketganda yillab erini kutib, hatto olamdan o'tdi, ering o'ldi degan qora xat kelganda yostig'ini tagiga tiqib qo'yib, "Mani erim o'lmadi" deb kutib 30 yillab yashab o'tib ketgan onalarimiz bor. Ular nimaga zino qilmadilar? Chunki ularning hayosi bor. Ularning iymoni bor. Xiyonatga hech qanday uzr yo'q. Men bilmabman, meni uzrimni qabul qiling. Menda ham nafs bor. To'g'ri? Hammada nafs bor. Lekin siz mu'minasiz, siz musulmonsiz.
yoki bo'lmasa u uzoqqa borib olgan odam bu yoqda ayolini hijronga qo'yib qo'yib, o'zi u yoqda zino qilib yuribdi. U ham u yerda harom qilib yuribdi. Pul topaman deb o'ylayapti, lekin topolmaydi. Baraka yo'q. Chunki zino bilan boylik ikkalasi birga turmaydi dedilar payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam. Yo zinoni tanla yo boylikni tanla dedilar. Demak, zino qilyaptimi? U ovora bo'lmasin. U boy bo'la olmaydi. Xiyonat, zino uni yaxshi, boy, badavlat, baxtli yashashiga to'sqinlik qiladi. Shuning uchun bu narsadan qaytishimiz kerak. Va zinoga olib boradigan yo'llardan eng birinchi saqlanishimiz kerak. Bu yana bir karra yoshlarimizga qarata aytamizki, sizni hayolingizni chalg'itadigan, zinoga olib boradigan narsani ko'rdingizmi, ko'zingizni olib qoching. Aslida nomahramga birgina qarab qo'yishlikdan ham qaytargan bizni dinimiz azizlar. Nomahramga qarashdan qaytargan ekan, biz internetda yoki boshqa holatlarda behayo, sharmsiz narsalarni ko'rishlik umuman gunoh. Bolalarimizga bir qarab qo'yishimiz kerak. Nima qilyapti ular? Allohdan qo'rqsin. Alloh ko'rib turganligini, buning uchun azob borligini, iymoni o'rtada turganini o'ylab qo'yishlari kerak. Nomahramga qarashlik deganimizda ham hozir ko'cha-ko'yda kechirasizlar-ku, boshqalarni ayoliga qarayotganda ko'zni olib qochish kerak. Mo'min musulmon odam ko'chada yurganda qarashda ayol kelayotganda bu kimnidir onasi, kimnidir opasi, kimnidir qizi, singlisi, umr yo'ldoshi degan o'y bilan ko'zini olib qochsin. To'g'ri, bu hayot ekan, kimgadir muloqot qilamiz, ko'zimiz tushadi, lekin shahvoniy hirsdan o'zimizni ehtiyot qilishimiz kerak. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamga sahobalar ko'zimiz tushib qolsa nima qilamiz nomahram ayollarga deganda, ko'zingni nazar ustiga nazarni yo'naltirma, ko'zingni olib qoch dedilar. Bu musulmonlik odobi, bu mo'minlik odobi. Agar siz mana ham ayolim, mana ham opam, singlim, qizim bor deyotgan bo'lsangiz, ularga sizni boshqalarda shahvoniy hirsi ila gunohlar to'lib ketgan ko'zlarni tushishligini xohlamasangiz, siz ham ko'zingizni boshqalardan saqlang. Bu zinoga olib boradigan vositalardir. Zino bu jamiyatni tubanlikka olib keladi. Zino jamiyatga tuzalmas kasallarni va balolarni olib keladi dedik. Shunday ekan, bu narsadan hammamiz saqlanmoqligimiz kerak. Azizlar, zinodan qochaylik, halol turmushga o'taylik, taqvodor bo'laylik. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamning tarbiyalari mana shunday edi. Sahobalar shunga amal qildilar. Oilada nikoh bilan turmush qurib, er va xotin bir-biriga muhabbat va sadoqatda turdilar. Hech qachon gumon bo'lmagan. Mana erim, mana ayolim xiyonat qiladi degan narsa bo'lmagan, chunki taqvo bo'lgan, Allohdan qo'rqqan. Hozir esa ko'pchilikda gumon, chunki bunaqa narsa ko'payib ketdi. Shuning uchun biz qachoniki har birimiz o'zimiz to'g'ri bo'lsak, qalbimiz pok bo'lsa, Allohdan qo'rqsak, inshaalloh bu yurtimiz avvaldan mana shunaqa harom xarij ishlardan, mana shunday zino va xiyonatlardan xoli yurt bo'lgan. Mana shunday bo'lib qoladi inshaalloh. Buning uchun hammamiz mas'ulmiz azizlar. Alloh bizlarni halollikka, ezgulikka, taqvoga boshlasin.